Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, xaslatani la tajtami'ani fi abdin mu'minin. Al-buxlu va su'ul xulqi. Ikki xislat bor, ikki sifat bor. Mo'min odamda umuman jam bo'lmasligi kerak. Yo'q. Birinchisi baxillik, ikkinchisi badxulqlik, yomon xulqlik bo'lish. Va bunga o'xshagan baxillar do'zaxga kirishi to'g'risida, boshqa to'g'risidagi hadis shariflar nihoyatda ko'p. Mana shu oyatlar, hadislar, ulamolarimizning gaplari doimo yodimizda turishi kerak. Alloh kimimizgadir bir mol bersa, mulk bersa, boylik, badavlatlik bersa, undan baxillik qilmasdan avvalo o'zimizga, oilamizga, mahalla ko'ydagi yaqinlarimiz, qarindosh urug'larni silay rahmiga, undan keyin qo'ni qo'shnilar, muhtoj birodarlarimiz, opa-singillarimizga qo'ldan kelganicha sarflasak, qoladigani shu. Aytiladiki, mol to'pladi birov. Sarflagani bizni o'lchovimizda ketdi deydi. Ketdi-da, birovga berdi, ketdi. Qolgani turibdi. Aslida o'zi teskari. Teskarisi senga foyda berib, doimiy ravishda oxiratingda ham manfaat berib o'rganing. Bu qolgani juda bo'lsa merosxo'ringga qoladi xolos. Merosxo'ring nima qiladi, uni hali Xudo biladi. Ana biz o'shanaqa sathiy, o'zimizni oddiy, ojizona o'lchovimizdan burilib, Allohning o'lchoviga, shariatning o'lchoviga, Qur'onning ko'rsatmasiga, Rasul akram alayhisolatu vassalomning tavsiyalariga harakatda bo'lishimiz kerak ekan.